Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, Sharq Turkistonda 9 yanvardan boshlab pasport bejirish ishlari yo'lga qo'yilgan. Uqtirishda xususiy korxonalar, shaxslar, o'quvchilar, ishsizlar pasportga tizimlasa bo'ladiganligi bildirilgan. Pasport bejirish haqidagi uchurlar tarqalishga boshlagandan keyin Xitoyning Baidu to'rida Uyg'urlarga pasport berilamdi degan savol so'ralgan bo'lib, mazkur savolga bir qancha o'rinda berilganligi haqida javob berilgan. Atalmish Uyg'ur avtonom rayon odatdagi pasport siyosatini boshqarish va tarqitish to'g'risidagi taklifga asosan Atosh, Qizilsuv Qirg'iz avtonom oblasti, Qaramay shahri qatorliq 3 shahar pasport bejirib sınaq rayon doirasiga kirganligi bildirilgan. Ko'zatchilar bo'lsa, Xitoy doiralarining Sharq Turkistonda pasport bejirishni yo'lga qo'yishning faqatla xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yash ekanligini, ilgirmo pasportga iltimos qilgan nurg'un kishini turma va lagerga qamaganligini ta'kidladi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi 11 yanvar Afg'onistonda 20 kishining joniga zomin bo'lgan hujumning Xitoy hayitini nishon qilganligi ilgari surib, hujumni aybladi va Afg'oniston hukumatidan fuqarolarni qo'g'dashni talab qildi. O'lishgan Afg'onistonning poytaxti Kabuldagi Tashqi ishlar ministrligining binosi oldida portlash yuz bergan. Talibanning bayonotchisi hujumda 20 kishining qazo qilganligini, nurg'un kishining yaralanganligini e'lon qildi. Portlash jarayonida Taliban hukumatining ministrlik binosida Xitoy vakillar umiki bilan ko'rishganligi e'lon qilindi. Amerika va Yaponiya diplomatiya va mudofaa ministrlari o'rtasidagi 4 taraflik uchrashuvda Xitoyga qarshi pozitsiya bildirish uchun tashlangan qadamlar muzokara qilindi. Amerika davlat mudofaa ministri Lloyd Austin talash tortishdagi Senkaku orolini o'z ichiga olgan Yaponiyaga qartilgan har qanday hujumga yadro qurollarini o'z ichiga olgan barliq harbiy kuchlar bilan inkos qaytaradiganligini aytdi. Qozog'iston Asos qonun sud mahkamasi qurg'uvchi prezident Nursulton Nazarboyevga berilgan martaba va huquqni o'z ichiga olgan qonunning bekor qilinishini tasdiqladi. Qozog'iston Asos qonun mahkamasi bu haqda bayonot e'lon qilib, Nazarboyevga imtiyoz bergan qonunning Qozog'istonning hozirgi qonunida hech qanday asos yo'qligini va Albashi unvonining butunlay bekor qilinganligini bildirdi. Dunyodagi nüfusi eng ko'p davlat bo'lgan Xitoy 2022 yilning oxirida Wuhan virusi yuqumiga qarshi tadbirlarni amaldan qoldirdi va buning bilan yuqumlanuvchilar soni shiddat bilan oshdi. Qish oylarida 1 milliarddan ortiq kishining yuqumlanadiganligi mo'ljallanmoqda.